bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. O'zi 4 kunlik dunyoda вообще hech narsaga siqilmaylar. Mazza qilib inshaalloh yashaylar. Allohim o'zi inshaalloh to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mazza qilib yashash kerak. Bu xudo insonlarga vaqt ketkazib, asabni buzib, kimlarga nimadir qilib kerak emas. Chunki biz bu uchun tug'ilmaganmiz. Biz mazza qilib yashaylik. Biz har doim aytganimdek, o'zimning fikrim, oilamizga chidlatsa qilsak bo'ldi. Boshqa hech kimga chidlatsa qilishga biz обязан emas. Biz chiroyli yashash kerak inshaalloh. Vaqt ketkish arzimaydi. Mazza qilib yashaylik. Ko'rgan odamlar xudo xolis havas qilsin deb, o desin deb. Qolganlarga ham shu narsa motivatsiya bo'lib, qolganlar ham bundan zo'r yashashga inshaalloh harakat qilib turib, Alloh qodir qilib qo'ysin inshaalloh ularni ham.